Assalomu alaykum hurmatli onajonlar. Bugun bolalarning jismoniy rivojlanishining 0 yoshdan 1 yoshgacha bo'lgan davrida sizlar eng e'tibor beradigan asosiy belgilar haqida gaplashamiz. Hurmatli onajonlar, jismoniy rivojlanishni 0 yoshdan 1 yoshgacha bo'lgan bolalarda quyidagi asosiy belgilarga sizlar e'tibor berishlaringiz kerak. Bu belgilardan birinchisi bolaning yotish holatiga e'tibor qilasiz. Bola yotganida xuddi mana bu mani qo'g'irchog'im singari to'g'ri yotishi kerak. Boshi tananing o'rta qismida joylashishi kerak. Ya'ni siz bolangizga qaraganingizda bola boshini yo o'ngga yo chapga burilgan holatda yotsa, bu tug'ruq yo'llarida biron bir travma olganligini belgisi hisoblanadi. Ikkinchi asosiy belgi, bola hayotining 2-oyidan boshlab boshini tutishi kerak. Ya'ni siz bolangizni mana shu holatda ko'targaningizda boshini bemalol tutishi kerak. Yoki xalq tilida bolaning bo'yni qotibdi degan termin ham bor. Yoki ba'zi onalar aytadi: "Doktor, bolamni bo'yni qotmayapti. Bolam 2 oylikdan oshdi ham bo'yni qotmayapti." Demak, e'tibor qiling. Bolaning bo'yni 2 oylikda qotishi shart. Ya'ni boshini to'g'ri ushlash kerak. Agar bolangiz 4 oylik bo'lsa-yu, bo'ynini qotishi kuzatilmasa, ya'ni chapga, o'ngga yoki oldi yo orqaga shalpillab yotsa, bu bolaning aynan bo'yin sohasida travma olganligini belgisi hisoblanadi va siz darhol nevropatolog huzuriga borishingiz kerak. Bola 4 oydan 6 oylikgacha bo'lganda sog'lom, baquvvat bolalar uje o'ngga yo chapga to'ntarila boshlashadi. Ya'ni bolangizni yotqizib qo'yganingizda ular bemalol o'girilib olishi kerak. Bu ham asosiy belgilardan biri hisoblanadi. Bola 6 oylik bo'lgandan boshlab siz bolangizni shu holatda qo'yganingizda ikkala oyog'ini stolga tekis qo'yib, gavdasini tik tutish kerak. Agar bolangiz 4 oylik bo'lganda siz bolangizni mana shu holatda, statik holatda qo'yganingizda tik tura olmasa, bu bolaning homiladorlik davrida biron bir nevrologik patologiyaga uchraganligi, ya'ni muammoga uchraganligi yoki tug'ilguncha tug'ruq yo'llarida bo'yindan travma olganligini belgisi hisoblanadi. Va keyingi asosiy belgilardan bittasi, hurmatli onajonlar, bola 8 oylik bo'lganida bemalol mustaqil o'tirishi kerak. Agar bolangiz 8 oylikda ham shu holatda o'tirganingizda mustaqil o'tira olmasa va yiqilib ketsa, bu yomon belgi hisoblanadi. Ya'ni bolaning bel mushaklarining slabi yoki gipotonus holatida ekanligi yokida bosh miya yoki bo'yin sohasida biron bir patologiya yoki bosh miyaning gipoksiya holati borligini bildiradi. Keyingi asosiy belgilardan bittasi, hurmatli onajonlar, 0 yoshdan 1 yoshgacha bo'lgan bolalarning qo'l va oyoqlarini tonusi normada bo'lishi kerak. Ya'ni bu nima degani? Bundoq ushlaganingizda shalvirab ham yotmaslik kerak yoki haddan ziyod chuqur bukilgan ham bo'lmasi kerak. Ya'ni siz ushlaganingizda bola tonusini hamma qo'l va oyoqlarida bir xil sezishingiz kerak. Va keyingi asosiy 0 yoshdan 1 yoshgacha bo'lgan bolalarning jismoniy sog'lom rivojlanayotganini bildiradigan belgilardan bittasi, bola 10 oylik bo'lganda shu holatda qo'yganingizda tikka turishi, gavdasini tik ushlashi, boshini tik ushlashi va bemalol o'ngga, chapga qarashi kerak. Agar siz shu holatda ushlaganingizda bola gavdasini mustaqil tik turg'iza olmasa, bu yomon belgi hisoblanadi. Yana bitta siz diqqat qiladigan asosiy signal belgilardan bittasi, bolangizni 4 oy, 6 oydan boshlab ham shu holatda qo'yganingizda bola oyoq uchida tursa, bu yaxshi belgi emas. Bu bolaning markaziy asab tizimida jiddiy bir muammoga uchraganligi, bosh miyaning biron bir gipoksiyaga xos kasalligi bor ekanligidan dalolat beradi. Sizlarda savol tug'iladi: "Doktor, bolaning oyoq uchida bosishi holati qachongacha norma?" Bolaning oyoq uchida turishi poza balerina holati 4 oygacha norma hisoblanadi. 4 oydan keyin 5, 6, 8, 10 yoki 1 yoshida ham oyoq uchida balerina pozasida tursa, bu yomon belgi.
demak farzandingizda biron bir xil nevrologik patologiya borligidan dalolat beradi. Keyingi asosiy belgilardan bittasi 1 yoshli 12 oylik bo'lgan bola dastlabki qadamlarini tashlashi kerak. Ya'ni siz bolani qo'yib, tik turgan holatida qo'lingizni olganingizda u 3-4 qadam tashlashi shart. Agar shu belgilarni bolangizda tekshirganingizda hammasi men aytgandek kuzatilsa, demak bolangiz sog'lom bo'ladi.